Kecha o'yinda qorincha ochdi. Mastovichani qildim, o'z qorinchaga joylaymiz buni. Mening qo'lim boshqa joydan o'sib chiqmagan, men ham ovqat qila olaman. Desam ishonmanglar, zakaz qildim. Mana shu qishloqqa yuborib, bir kunga bormang, tilim ketib qoladi. Lekin bizani qishloqda men san deb gapirishadi, tushunasizlarmi? Qilyapti, bilyapti, mana shunaqa gapirishadi. Просто toshkentcha aksent emas. Masalan, toshkentliklar Bonatni nima qilyapti deyishadi-yu, abidan qishloqda Bonatni nima qilyapti deyishadi, tushunasizlarmi? Qilyapti, bilyapti. Shunaqa gapirishadi. Menga yoqadi. Men senga tilim ketib qolishi, o'zi вообще tilim ketmaydi, просто ketib qoladigan bo'lsa ham. Anaqa, men shu joyda yashaganman-da. Qo'ygan ikkita yashagan joyimda, o'rda men sen qilyapsan, nima qilyapsan, ovqat yeyapman. Shunaqa. Qo'lim tursa boshqa joydan o'sib chiqaman. Bugun yuganimda chochimman bor-u. Anaqa. Qo'lim prichoska qilaman ertalab turganimda deb o'rib oldim. Voy, yuvaman yana boshqadan. Antin yusam bo'ladi. Shunaqa odatimiz bor qizlar. Faqat cho'chimamni cho'kani yonimiz kirmasa.